Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana havolarimiz isigan vaqtda ishlarimiz qizyapti. Darvozalarga kraskalar sepilyapti. Mana eski remont qilingan darvozamizni xohlasa ishlarni boshlab oldik. Bitta o'sha yangiga kraska sepilyapti. Bitta bolalar mazza qilib o'zida cho'mishmoqda. Qara. Mazza qilishyapti. Shunaqa darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, issiqda o'zlaringizni saqlanglar.